Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun 2 ayning 7 kunisi juma. Men bugun mushu Wuhan o'pganligi to'g'risida ba'zi yangi uchurlarni sizlar bilan o'rtoqlashay dedim. Bugun qadar butun dunyo miqyosida aniq diagnoz qo'ygan Wuhan o'pganligi bilan yo'qlanganlarning soni 35 mingga yetibdi. Albatta ularning mutlaq ko'p qismi Xitoy ichida. Ular Xitoy sirtida yo'qlanganlar soni 332 bo'lib, bularningki eng ichida eng ko'pi Yaponiya ekan. Hem de bu kasalliklar ölüp ketkenlerniki sani 724. Köp kısmı Xitayda, anandan keyin Xitay sırtidagi 332 kasalninki ichida ikkisi ölüp ketken, ölgenlerinin sani bir necha kun bo'ldi, oshmadi. Hem de bularning ichida ig'ir kasal ahvoli biroz ig'irlarning soni 6100 ekan, ya'ni hukumat statistikasi bo'yicha. Albatta bu to'g'risida hamda o'xshamagan odamlarning o'xshamagan farazlari va nurg'un kishilar bu kasal bilan amaliy yuqumlanganlarning soni bu Xitoy statistikasini ko'p miqdorda yuqori deydi, ba'zilar 10 yuqori deydi, ba'zilar 20 yuqori deydi. Lekin mayli qanday bo'lsin, qanday bo'lishini qat'iy nazar Xitoy o'zi e'lon qilayotgan son hozir kuniga 3000 dan eshiyotidu. Hozir 35 mingga hem de bizga nisbeten bizni en endişege saladigan ahval vatanninki ahvali olab birinci ayının 23. günü 2 deb e'lon qilgansan, bugun buni qisqa qilgan vaqt ichida 21 hassa ko'payib 42 ga yetibdi. Anandan keyin 2009 bemorniki bu kasal to'g'risida gumonliq deb qaralib, ular ayrim tutilib o'tibdi 2009 ekan. 2900, yani bularning ko'p qisminiki bu kasalga diagnoz qo'yilganligi aniq bo'lishi mumkin qisqa vaqtda. Endi hozir qadar o'lganlar yo'q deb e'lon qilibdi. 42 kasalning ichidan birmi o'lgani yo'q ekan, lekin 11si ning ahvoli ig'ir ekan. Bularningki o'lib ketish ehtimoli bor. Lekin mening qarashimcha o'lib ketganlar yo'q bo'lishi notayin. Afsus, biz vatandan bevosita uchur egallamaganligi uchun aqima Xitoy o'tkizchilarningki uqtirayotganiga o'xshash bizda undaq bir amaliy sanqi to'g'risida hech qanday qarash yo'q. Lekin men ishonima cho'qim o'lib ketganlar bor. Anandan keyin bu kasalliklar yuqumlanganlarning sonimi bu hukumat e'lon qilgan 42 dan yuqori bo'lishi mumkin. Eng muhimi yolg'iz bu 42 son bo'lmasdan shu bu kasal bilan yuqumlanish ehtimoli bor deb qaralgan 2900 adam. Bu nayta zo'r bir tahdiddi hisoblandi. Anandan keyin bu hozir qadar bu kasallikning yuqumlanish ahvolida bir odamninki 3 dan 4 qicha odamga yuqumlantirish ehtimoli bo'lganligi uchun uzunga bormay bu 2900 odamning ichidan bir qismlari aniq diagnoz qo'yilishi mumkin, yana bir qismlari her bir adam 3 dan 4 odamga yuqtirsa uzunga bormay balkim bu yuqumlangan bu kasal bilan yuqumlanganlarning gumoni 10 mingga yetishi mumkin. Albatta bu kasal giribdor bo'lganlarning aniq diagnoz qo'yilgan sonimi kundan kunga oshib minishi mumkin. Bu bizni alayda endişe qiladigan bir ish. Ba'zi ijtimoiy taraqqilar qarasam, ba'zi qarindoshlar xafa bo'lgandek, nima xo'sh bo'lgandek bir xil ifodalarni bildirib yuribdi. Bu kasal xuddi yolg'izlikda kelayotgandagidek. Albatta, hamda Xitoydan o'layotgan, Xitoydan bu kasal giribdor bo'layotganlarning soni ko'p, lekin ularningki umum nupusi ko'p bo'lganligi uchun ularningki bir qismi odamning o'lib ketishiga balkim ularga ig'ir kelmasligi mumkin, lekin bizning nopusimiz hamda ularga nisbatan 100% bo'lganligi uchun, yana 100 oz bo'lganligi uchun biz agar bizning ichimizda bu kasal tarqaydigan bo'lsa, bizga zo'r bir baloy ofat bo'ladi. Bo'lib lager ichidagi qarindoshlarningki 2-3 yildan buyon jismoniy jazo, uyqusizlik, quyosh ko'rmagan nurg'un sabablar tufaylidan ularniki kasallikka taqobil turishga nisbatan ojiz. Agar bu kasallik shu bizningki vatanga, lagerga berib nursa, bizga kelgan baloy ofat boshqalardan ish ketishi mumkin. Shunga meningcha bu kasallikdan alayda xo'shilab ketishning hojati yo'q. Bu o'zimizning insonligimizga toza mos kelmaydi. Şuna meningcha biz az to'la energiyamizni, vaqtimizni
qandaq qilib mushu vatandagi xalqimizga, bulanbek lagerda xalqimizga yordam bera olamiz degan shu tarafga biroz o'ylansak, shu tarafga biroz terishsak, anandan keyin mushu Wuhanda tarayotgan mushu kasal koronavirus to'g'risida bir iliq ovoz chiqarib, mushu kasalniki vatandagi bulanbek lagerdagi insonlarimizga bo'lgan tahdidini tashviq qilish orqali bu lagerninki taqilishini biroz tizlasak deb qarayman. Endi bu kasalninki kelish manbasiga nisbatan o'xshamagan qarashlar garchi kasal boshlangan vaqtdan tortib bo'lib kelgan bo'lsa-mu, lekin hozir bu qarashdagi isbot nimalar texmo aniq o'tirg'i chiqib, bu kasalninki bir u dengiz mahsulotlarini sotilgan u bozordan emas, balkim shu nimadagi Wuhandagi shu tajribaxonadan tarqagan, hatto ba'zilarning qarashicha bu kasalni, bu virusni shu tadqiqotchilar o'zlari kasal paydo qiladigan shaklga o'zgartib chiqqan degan qarashlar bor. Bular bu virusninki shu P4 tajribaxonaga tava tadqiqot projektining bir qismi bo'lib, shu tajribaxonadan iqib chiqib ketganligi, ya'ni qasddan emas, qasddansiz iqib chiqib ketganligini qo'llaydigan yoki bu qarashni to'g'ri nemisi kuchlik, ya'ni ehtimoli kuchlik deb bu qarashni qo'llaydiganlar kundan kunga ko'payyotidi. Amerikadanki siyosatchilardimi nimaniki Kengash palatasi a'zosining birisi chiqdi. Anandan keyin burunqi Trumpniki bexatarlik maslahatchisi bu to'g'risida nihoyat yaxshi gaplarni qilibdi. Agar bu aniqlansa, buningki Xitoy hukumatiga bir baloy afat bo'lganligini debdi. Albatta, hozir bizda yetarli isbot yo'q, lekin bu xil qarashdikilar kundan kunga ko'payyotidi. Endi mayli bu kasal qandaq paydo bo'lgan bo'lsin, qandaq qilgan bo'lsin, u biz hal qila oladigan ish emas. Albatta, bu xalqarodagi Amerikaga o'xshash kuchli davlatlarning yoki xalqaro tashkilotlarning qiladigan ishi, bu bizning qo'limizdan kelmaydi. Lekin bizga nisbatan biz qila oladigan ishimiz qandaq qilib biz xalqimizni qutuldira olamiz yoki xalqimizga oz-to'la yordam qila olamiz degan shu tarafda jiqroq o'ylansak deyman. Albatta, nurg'un qarindoshlar bu kasalniki Xitoydan boshlanganligi, o'lganlarning ko'pini Xitoydan bo'lganligini ko'rib, xudoyim xuddi Xitoyni jazolayotgandek ashta qaraydiganlar bor. Albatta, buni tushunishga bo'ldi, lekin bu kasal bizning vatanga tarqab ketsa, amaliyotda allburun tarqidi. Yuqorida men deb turgan 42 odam yo'qoldi, 2900 odam gumonliq deb hozir tekshirilib o'tibdi. Bunday chiqqan vaqtida vatanga allburun tarqidi. Endi oldimizdagi masala lagerga tarqamdi, tarqamamdi. Tarqisi qanday bo'ladi? Tarqisa nihoyat ig'ir oqibatni keltirib chiqarishi mumkin, lekin biz uni qisqa vaqt ichida bilmasligimiz mumkin. Chunki bu lager ishida bo'lganligi uchun u xabar lager sirtiga tuqqanlarga chiqib, u yerdan bizga vatan sirtiga chiqib bo'lguncha bir necha hafta, hatto oylar o'tib ketishi mumkin. Bu kasallikka hozirgi o'ltirish nisbatan biroz nima ekan, tizgan, ba'zilar 24 soat ichida o'lib ketsa, ba'zilar 1-2 haftada o'lib ketgan. Oldin kunisi hammamizningki xabar bo'lgandek, Wuhanda tunugunkan to'g'ri 2 oyning 6 kunisi mushu kasalni dastlabda xalqaroga ochgan, oshkor qilgan 8 doktorning birisi tunugun o'lib ketdi. Bu doktorg'imi 1-oyninki 13 kunisi kasal alomatlari ko'rilib, anandan keyin 2-oyning 1-kunisi aniq diagnoz qo'yapti. 2-oyning 6 kunisi, ya'ni Amerikaning vaqti 2-oyning 6 kunisi, Xitoyning vaqti 2-oyning 7 kunisi yarim kechida o'lib ketibdi. Bu bir doktor, hamda u Wuhandagi cho'ng bir doktorxona. Ammo shunda doktor turib bu kasal giribtorlab, hamda 34 yoshgan o'lib ketgan yerda bu virus bizningki vatanga, bizningki vatandagi lagerlar yetayotgan xalqimizga yuqsa, ularning orasidagi yuqish
nisbatan naytiz bo'libli qolmasdan balkim ularga naytiz zo'r bir tahdid ilib kelishi mumkin. Shunga meningcha qarindoshlar har qaysi davlatlarimizda o'zimiz davlat turayotgan xalqaro tashkilotlar, inson huquq tashkilotlarga bu masalani nayti yaxshi anglitishni, andan keyin ularningki bizningki mushu lagerlar yetayotgan xalqimizga qanchalik zo'r bir tahdid qilayotganligini ularga bildirish orqali ma xalqaroniki hozirgi mushu koronavirusga nisbatan bir xil andisha qo'rqinishi bilan bizning o'zimizning manfaatimizni birlashtira olsak, meningcha bu bizningki lager masalasini, da'vo masalasini texmi yuqori bir pallik ko'tarishimiz mumkin deb qarayman. Bugun shunchalik so'zlab turay. Hammanglarning anglag'ininglarga rahmat. Agar bu videoni yaxshi ko'rgan bo'lsangiz tarqitib qo'yinglar. Meningcha bu vatan sirtidagi mutlaq ko'p xalqimizniki bilishga tegishlik, andan keyin vaqtlarni azto'la bu ishga arib, mush ishga ko'ngil bo'lishga zaruriyati va shunga buni meningcha qanchalik ko'p odamlarimiz uqsa shuncha yaxshi. Bu bizga nayta cho'ng bir sinoq mezgilida buningki vaqti o'tib ketgan 3 yillik lagerdek unda uzun bo'lmasligi mumkin. Hammamiz ko'rayotganda kasallikki nimasi tarqalish tez bo'lganligi uchun bu kasallikdan kelgan tahdid bizga 3 yillik lagerdimiz zo'r bo'lishi mumkin agar lager ichida tarqalib kelsa. Shunga mushu masalani bizning tubki manfaatimiz bilan bog'lab qanday qilib bu xalqaro vaziyatga texmi yuqori ko'tarib chiqara olamiz degan mushu jihatda jiqroq o'ylanib boqsak. Gapim uzrab ketdi. Manglarga rahmat. Xayr xo'sh.